Assalomu alaykum, hurmatli mekendeshlar, janob aytib kanal qatalchilari. Bugun 13 fevral 2021-yil Qurshab mol bozorindamiz. Tag'ir aytganda qo'y bozorida bugungi chaqishda sizlarga qo'y bozoridan qo'ylardan, qo'zulu qo'ylardan jana qo'shqorlardan balarini bilib bermoqchimiz. Andiqdan videoni ag'nachiy biz bilan birga bo'lib turibsizlar. Bugun tamam zo'rg'anga baylanıştı. Yunus biraz keyin yerda o'g'ilbay qolishi mumkin. O'shaga ko'p nima ko'ngil burbay ile qo'yingizlar. So'ramiz. Qancha do'st bor? 10,5 10,5 ming so'm. Qancha tish qo'y? Bu to'xtu. To'xtu. Ikkinchisi sizdan bor bu? Qancha bu? 12 ming. 12 ming. Bozor qancha so'radi? 10 ming. 10 ming. Qancha so'radi? Baytu. Qancha berdi? 14,5 berdi. 14,5. Kisar? 14,5 berdi. Az qatar tatbiq töreli. Nerede? Qo'zulu qo'ylar da var ekan, chiqib tur. Nerede qo'zulu qo'ylar tura o'ylagan qaysizlar? Qancha oldu? Buna 17, buna 19, buna balası, buna balası. Buna iki balası. Narxı 17, belkisi 19 ming so'm bo'ldi ekan. Qo'zlari cho'ng o'yib qolibdi-da, cho'ng bo'ldi. 4 ish qo'y. Qancha oldu da? 14 kam var. 14 ming. Nonsa. Buna 14 kam var. Buna 16 kam var. 16 ming so'm kam bor. Buna 18 kam var, buna 19. Bular da aytdik. Yaxshi. Bizden tartib qo'yish paka yutdan ko'ra olaydi. Qo'y qancha oldu? 11 ming so'da olib bermaydi. 11 ming berdingiz. 11 ming berdi, bermaydi. Yaxshi. Bozorda dersen ya. Qo'y 20 ming so'm kem var ekan. Tishi chava? Buna 3 yaş. 3 yaş deydi. Oldu yazgamına geldi. Bo'z, jazg'a deydi. Yaxshi qo'y ekan bu. Bozor qancha so'radan? Pazar 15 lira oldu. 15 so'radi. Berdingiz. Ver. Daha aksiya olsa beresiz. Yemeyin. Yakışır Bu bazı bunu. Bilmiyorum ama. Na qo'z qancha oldu? 8 ming so'm. Urg'achi? Urg'achi qo'z 8 ming so'm bo'ldi. Bozorda biraz tig'in bo'lib, kelishda batmay qoldi. Na yeni ollar qancha oldu? 17, 18, 20. Na aqlım balası aynısı aysa. 20. Na var? Bunun balası. 20 ming so'm şu. Qo'z erkek qancha var? Erkek. 18'e biriyoruz. 18'e biraz deydi. Tişiçe. Dişi 4 diş. Na qo'zulu qo'y 12 ming so'm kemi vardı ekan. Pazar qancha so'radi ama? 10,700 so'radi. 10,700 so'radi, berdim deydi. Yaxshi. Qancha dola sana qo'zularda? Ettim o 17, 18, 20. 17, 18. Hozir tartib qo'ydi attınız var. Aytayım. Hazır tarttım. 17, 18, 19, 20 adam. Qo'zulu qo'ylar qarasa. Na qo'zulu qo'ylar qanchadan bo'ladi? Qozum? 14 mingdan. Nal venesi. 14 ming so'm deydi, yine ama. Navaç? Ular tegizede 14 ming so'mdan kem var deydi. Yaxshi. Üçün 45 dolar. Üçün 45 dolar. Pazar 40 so'radi deydi. Bermaydi hozir. Yaxshi, pazar desin ama yaxshi bağ oldu. Yaxshi, o'z otasiz, yaxshi. Yerda dag'i yine ollar daha çıktı. Na qo'zul qo'ylar qanchadan bo'ladi? Qanchadan berasiz? Qanchadan? Balalar gözü yapçı buna ver. 30 beradi. 30 beradi balalarga. Yaxshi. Na cho'ng qo'y qanchada da var? To'xtu soluq bor. Soluq. Qancha? Puli. 16? 16 ming so'm oldu. Bu çalışmıyor. Edilbay'da var. Edilbay var. Edilbay kimler? Yaxshi. Pazar dersin ama. Yaxshi qo'yib o'tir. Nerede dağı? Çipten tartib töreli. Hava qanchadan tutasiz? Qo'ydi u. Ha. Bu qo'y. Tuvayt. Tuvayt. O so'yishga to'lqi so'yadi. Tishicha. Pichoq mana. Tishi. Ha, tishi 4 tish. 4 dish. Qancha pul? 12 ming. 12 ming so'm. Narxi-chi? Bunisi 2 tish. 2 dish. Bu tuyunda qoladi. To'yni basi. Basi bu, satilishi bu 12 ming so'm. Yaxshi. Pazar desin aga. O'ta yaxshi. Amin. Buzlar to'yunda qoldi. Qancha? 11 ming. 11 ming. 11 ming. Yaxshi. Qo'z ekan da. Bu qo'y qancha bo'ladi? 11 kam var. 11 ming so'm kam bor. Pazar qancha bo'ladi? Pazar bu. 10.
Yaxshi. Qancha oldu? Kishicha. Bozor qancha so'radi? 80. Na qo'y qancha oldi aka? Bozor qancha so'radi? 14 bin suratla ver. Kishicha. Kişi yok. Kishi yo'q. Bozor qancha oldi? Yine ola o. 8. Yine ola. Yine ola. Qo'y surg'ach erkak. 15 ga bermedim. 15 kilo. Qo'y erkak urg'achchi u. Urg'ach. Urg'achchi. Qancha chiqoy? O'yinchi 90 ga qo'ygan. Qiylanlar vardı qo'shimiz. Yo'q, qancha o'tdi qo'ygan? Qanchadan? Qanchadan? Satıldı aka. Qanchaga? 7700'ga. Biröyle. Özü. İkincisi. 8,5 kam var. Bizlerin kam var dedi. Yaxshi. İki kişi qo'zgan. Qancha o'tdi qo'ylar? Qancha chiqoylar? 4 ish qo'zi. Ne qo'zgan? 4 chekin. Qaysi satıldı? No. Qancha oldu? 6,5. 6,5 satıldı. Na qo'zul qo'y qancha oldu? Taqsir. Assalomu alaykum. Davlat. Sekin. Na qo'zul qo'y 18 ming so'm kiyim var bugün. Qancha tish? 8 tish. Qancha qo'zul gekroch? Urg'ach ekan. Yaxshi bozor. Ha, qo'zlar qanchadan bo'ladi? Qozlar 7 mingdan bo'ladi. 7 mingdan. Bozor qancha so'raladi? Beradi o'sha 7 ming. 7 ming beradi. Qaysi satıldı? 8, 10, mana yo'qsa. Ne kovu? Qancha? 6,5 mingdan ketibdi Neko. Qancha so'ra? Qo'chqor. Qancha? 8 ming. 8 mingdan ekan. Qo'chqor ekan. Yaxshi. Qancha bo'ladi? Pulni aytib qo'y. 11 ming so'm. Yaxshi. Sherikni olmasın. Qo'z qancha bo'ladi? 7 ming so'm. Urg'acha? Na semiz qo'y kimdan? Qancha? Qancha qo'y? Semiz qo'y. 14 ming so'm. Bo'z bu. Qisir. Semiz ekan bu, ha? Bozor qancha so'radi? 11 so'radi, 11 11 jarim so'radi. Yaxshi. Na qo'zlar qanchadan bo'ladi? Assalomu alaykum. 11dan da o'tamiz, 12da. Qo'chqorlar. Chevrochi bu. Urg'achi yo'q, urg'achi bilan urg'achi. Na qo'chqor ekan. Ikkovi urg'ach ekan. 12 dan dedingiz, ha? 12'ye veresin mi? 12'ye veresin mi? Qaysidir? 12'ye berasizmi? Na qo'z qo'chqorlar o? Qanchadan tutasiz? 11'den vermedim. 11'den bermediniz. Özü 13'den tutasiz. 13 ming so'mdan o'tgan. 11'den bermedim de. Qo'z qo'chqorlar. Yaxshi. Na qo'chqor aka? Qancha? Şergin 12'ye satın. Sherigin 12'ye sattın deydi. Özün qancha satasan? 11'e. 11,5 12 satasın. 11,5 satadi. Yaxshi. Na cho'ng qo'chqor qancha oladi ava? 15 ming. Ya 25 ming so'm. Parodachi. Parodachi. Aralashma. Aralashgan 25 ming so'm kim var? Bozor qancha so'radi ava? So'radi, davron so'radi deydi. Yaxshi. Dedim. Qo'chqorlar qancha oladi ava? 20 mingdan da o'tadi. 20 mingdan. O'zin joylar qo'chqorlar, cho'ng qo'chqorlar. Ular o'ziz boqqanmi yo olinganmi? Yaqdan negizde bugündagi qo'chqorlar yaxshi teshilibdir. Na qo'chqorlar sizdanmi ava? Bular 4 ta bir bo'ldi. 4 satda alındı va. Qancha oldu? 50 ming. 1 2 3 4 ta. Na 4 50 ming so'mga satda alınıptır. Hurmatli ağalar, hazır biz eski bazara, teke bazara geldik. Şu yerden dağı eski tekelerden mallarını bilip bergen hareket kılmakçıyız. Anlıktan biz bilen birge olub turuzlar. Fakat tekevi Teke. qancha tutasiz? 14. 14 ming so'm tutgan tekeni. Pazar sırada va. Qancha sırada? 11. İkisiçe. 9'da. 9 teke aldı. Oldu teke. Bulda teke 9 ming so'm tutgan tekeni. Yaxshi. Pazar qancha sırada mı? 6 ming sırada deydi pazar. Yaxshi. Nerede daha çoğun tekeler çıkıptır. Aga teke qancha tutasiz? 15. 15 ming so'm.
Biraz çok teke. Ne kadar sitik? Özüyle teke. Anam. 15 bin so'm deydi. Ekoten 15 bin so'm ekan. Çok tekeler ekan. So'yish qolyapti. 12,5 bermaydi. 12,5 ga bermaydi. Yaxshi. Bu yerda dag'i bag'anda sut bag'atindagi echkilar chiqibdir. Aka, men sut bag'atini echkilari va. Qanchadan puli? 8 bin. Birova. Taka pakası bilen. Taka pakasi bilan 28 bin so'm deydi. Ya bu ko'p sut berganlar beraverib turadi. O jelini görsen o jelini. Bak 3 litrelik süt içeyim şular verelim. Şul deydi. 3 litrelik içeyim şular verirken sütü. Yaxşı. Ya nasıl demek ha? O da. Ömer aytib qo'ying. Ya nomerimi aytpayman men. Nega? Yo, men uydan satpayman men. Bunday bozorda qo'lim qarmab, yemigan kayf qilgan yaxshi bo'ladi da. Uydan satmam deydi. Ha? Sizden de Ömer aytib qo'ying. 76 milyon. 76 milyon. 12,44. 12 10 44 nomerine baylansızlar şu sahne içki süt bağıtındağı bayağı 3 litre içen süt bergen tart dep suranışkanda jerin daha görünüzler tart dep jeli görünüzler 3 litre içen süt berek жақсы görünüp жақсы öte жақсы içken 6 içki eken ana Nurtulek ağa assalamu alaikum oslar echkiler qanchadan bo'ladi bilamizmi Sana şu konta son tak. Ona Bishkekski ballar urgachi. Neyko Ona enes. iyisi egiz mi O, bir göz kör. bir göz kör eken süt bağıtında qancha süt var o bergen balda Жазда 2,5-3 kilo öğret. 2,5-3 barat жазды ана қараңыздар жақсы мына желіні көріңіздер Бишкекский Канинский деген порода екен ушул базарға келсеңіздер Нұртілекадан алып бересіздер жақсы мына Нұртілек деген кім десеңіздер мындай ящик жерде тұрады мынау қаншадан бұларға ене олдар Bizden sonra yegesin. мына сізге Ben bayat bettim, satып bет. жеме тапқан жоқпын қанша тұрсыз 10 da orada. 10 мың сом мына улағыңмен 8'e verem. 8'ge берем дейді мына жақсы мынау алынды ба аға же сатасыз ба Satıyorum ama. aldınız mı hazır Aldık. Satamaz. Kaça aldınız 8,5. 8,5 özümle 8,5 aldık paydasını verse satıyoruz deydi жақсы 10 verse satamaz. öyle satамыз deydi жақсы мына ешкі улағы менен 9 000 сом кемі бар дейді базар қанша сұрады 7,5 сом кәм улақтар қанша болады 3 000'ден 3 000 сомдан дейді улақтар жақсы tekeleri mi? Hadi olsun. Tekeleri mi? Kaçıran? 10 milyon. Tekiz lira. Tekiz 10 bin sonunda gitti tekeler. Yaxşı. Nerede? Na alındı önce sapla var. Kaça? Pulu. 11 bin son mahsusuna. 8 ulağı mı ne eken? Nal echki mi tekevi? Çeviç. Çeviç. Kaça bas? 5 tatas. 5 bin sonunda etkende. Çeviç. Yakta daha az. Ulaklar taklit eli. Na ulaklar kança odat? Kaycemde turdu. Kaçadan? Hasar Akçaları. 5.000 der. 5 milyon değil. Kanal cüvesi bu ne? Assalamu alaikum. Muğa kaçırdınız? 6 bin son. Teke. Teçki. Urgaç. Ha, şey. Pazar kança sırada? Pazar. 5,5 sırada. Na yine ola var mı? Kulağımın sözü var. Kaça kasın lan? Na. Akçası kaça? 6 bin son kem vardı öttüm lan. Lan neyse çoğu gel. Ne yapacağım? Diyecek şu çoğu yer koydum deyip onu. Hurmatlı ağalar, mына бүгін сіздер Ұршап мал-базарындағы қойлардың, қошқойлардың жана ешкі теке улақтардың баларын біліңіздер. Сұныш пікірлер болса комментарий қалдырыңыздар. Каналға қатал өріктер, подписчик кнопкасын басып, қоңыраушаны басып қойсаңыздар, бізден келген видеоларды біріншілерден болып көресіздер. Тыныштықта, амандықта болыңыздар.